Auksionda narx tasdiqlashda 3-qadamdan boshlab shaxsiy hisob varaqida yetarli mablag' bo'lishi shart. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining BQ 162-son qarorining 4-bandiga asosan savdo jarayoniga o'zgartirish kiritildi. Bunda e-auksion platformasida o'tkaziladigan elektron onlayn auksion savdolar jarayonida ishtirokchilar tomonidan narx taklif etilganda ularning hisob varag'ida taklifga mos mablag' bo'lishi talab etiladi. Bunda ushbu mablag'lar auksion jarayonida zaklad sifatida hisobga olinadi. Birinchi va ikkinchi qadamni tasdiqlashda savdoda ishtirok etish uchun kiritilgan zaklad puli yetarli bo'ladi. Uchinchi qadamda esa ushbu taklif etilayotgan narxga mos ravishda zaklad kiritilishi shart. Misol uchun 100 million so'mlik lot savdosida qatnashish uchun 10 million so'm zaklad kiritilgan. 110 va 120 million so'mlik birinchi va ikkinchi qadamni tasdiqlashda qo'shimcha mablag' talab etilmaydi. Uchinchi qadam, ya'ni 130 million so'm uchun 13 million so'm zaklad kiritish shart bo'ladi. Dastlab kiritilgan 10 million so'm zakladga qo'shimcha ravishda 3 million so'm zaklad mablag'i kabinetda bo'lishi kerak. Yetarli zaklad bo'lgandagina keyingi qadamni tasdiqlash imkoniyati beriladi. Diqqat, ushbu qoida boshlang'ich narxi BXMning 10 ming baravargacha bo'lgan obyektlarga nisbatan qo'llaniladi. Eslatma: xususiy mulklar va ijro hujjatlari bo'yicha savdolarga nisbatan tatbiq etilmaydi.